Assalomu alaykum. Hurmatli Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov Berdiqobilovich. Mana bizda Xazarbog' poliklinikamiz, bu yoqdan aholi piyodalar o'tar joyi, tez yordam bo'limimiz bor. Mana bu yoqdan mana shunaqasiga vexit chiqish yo'li bor. Pajarni, skora, tez yordam yuradigan yo'l bor. Siz o'tgan marta kelib, hurmatli Ulug'bek Qosimov Berdiqobilovich, o'tgan marta mana shu yo'limizni asfalt qilishda amaliy yordam berdingiz, asfalt qilinsin deb aytdingiz. Sizning yordamingiz bilan Denov tuman avtoyo'l boshliqlari kelib, mana shu yerdan bu yog'i asfalt bo'lishi kerak. Bular lekin shu yo'lni qilmay, Ulug'bek Berdiqobilovich endi aytayaptiki, hozir avtoyo'lda shu ish boshqaruvchisimi prokurorga chiqqan, Denovda prokurorga, Farruxga chiqqan, Farruh bu yog'ini qil deb aytdi deydi. Siz mana shu yo'llarni asfalt qilishni tayinlagan edingiz. Men o'zimning otamning uyini yo agrotimda yo ko'chamni qildiraman deganim yo'q. Mana shu yerda o'zingiz asfalt bo'ladi degan edingiz. Endi aytayapti, prokurorga chiqqan, buni keng qilib beradi deb mana shunday qilyapti. Shu sababli muhtaram Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov mana shuncha joyimiz qolib ketyapti. Hozir menga aytayaptiki, prokurorga chiqqan deydi. Avtoyo'l boshi mana shu yo'l mana qolib ketyapti. Shu bo'yicha amaliy yordam bersangiz. Aka, qayerga ketdilar?